Do'stlar, hammaga salom. Nahotki shu afsonaviy Kristofer Nolan tog'amiz shunchalik kuchli kino olgan bo'lsa, yokida aslida kino juda ham xafami? Salkam 700 million dollarlik kassa. Rotten Tomatoes'da kritiklardan 94%, tomoshabinlardan esa 97% ijobiy reyting. IMDb'da 8,5 ballik reyting. Kinopoiskda esa 8 ball. Son minglab memlar. Где детонатор? Говори, где он? Sizlarda ham Odyssey kinosidan keyin Instagram sahifangiz shu ahvolmi? Yokida mana bunaqangi videolar chiqib yotibmi? Demak, siz bu videoni aniq ko'rishingiz kerak. Va nihoyat mana o'rtoqlar, Kristofer Nolanning o'sha juda ko'p kutilgan hamda juda katta muhokamalarga sabab bo'lgan, qaysidir ma'noda heytga uchragan o'sha mashhur filmi Odyssey kinosi katta ekranlarda namoyish etildi va biz do'stlarimiz bilan birgalikda ushbu filmni ko'rish uchun IMAX kinoteatriga tushdik. Juda ham zo'r, haqiqatan sifatli gap bo'lishi mumkin emas. Shu yerda aytib o'tmoqchiman, 10 kishidan 3 kishiga kino qaysidir ma'noda yoqmadi, qolgan qismiga juda ham yoqdi. Shu 10 ta insonning orasida bir kishi qaysidir ma'noda ikkilanish, ya'ni vrodibi yoqdi, lekin vrodibi yoqmadi. Shunaqangi hissiyotga ega bo'lgan inson bor va men o'zim shu sababli ushbu filmga obzor olishga qaror qildim. Ya'ni kinoda qanday kamchiliklar bor? Misol uchun haqiqiy shedevr bo'lishi uchun nima to'sqinlik qilgan? Ushbu kamchiliklarni sizlar bilan birgalikda bugungi obzorimizda ko'rib chiqamiz. Keling, kinoni baholashdan oldin birinchi qonun qoidalarini o'zimiz uchun qo'yib olaylik. Qaysi kriteriyalar bo'yicha o'zi kinolar baholanadi? Endi men hozir bu yerda hamma kriteriyalarni olib chiqa olmayman. Ular juda ham ko'p. Misol uchun oddiy inson uchun siz va men qaysidir ma'noda kino ixlosmand, oddiy kritik emasmiz, rejissyor emasmiz, shunchaki kino ixlosmandmiz. Shunaqangi kino ixlosmand bo'lib, qaysi kriteriyalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi ro'yxatda bizda operatorlik, ikkinchisi rejissyorlik, uchinchisi aktyorlik mahorati, to'rtinchisi bu ssenariy, beshinchisi kompozitor hamda sound dizayn, oltinchisi men diqqat bilan baholaydigan kriteriya bu texnik va vizual yechimlar, chunki men o'zim tajribali 3D grafika bo'yicha ko'p yillik mutaxassisman. Ushbu kriteriyalarni birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, ro'yxatda birinchi o'rinda bizda operatorlik mahorati va bu yerda aytib o'tish kerak, gap bo'lishi mumkin emas. Hoyte van Hoytema shvetsariyalik operator o'zi Kristofer Nolanni o'sha o'tgan galgi Oppenheimer filmida ham operatorlik qilgan va ushbu film uchun Oskar olgan. Endi o'zingiz baho berishingiz mumkin. Haqiqatan 10 dan 10. Bu yerda hech qanaqangi muhokama bo'lishi mumkin emas, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, keyingi ro'yxatga keladigan bo'lsak, rejissyorning o'zi Kristofer Nolan. Ko'pchilik hammamiz ko'rib bo'lganmiz uning kinolarini, Interstellar, Memento, Temnoy ritsar misol uchun, Nachalo eng kuchli kinolardan birida. Shu yerdan bilishimiz mumkin, bu rejissyor sifatida haqiqatan ham juda kuchli inson, qaysidir ma'noda geniy deb hisoblashadi. Kino akademiklar ham yaxshi ko'rishadi. Kristofer Nolanning aynan o'zining pochirki yo'nalishi bor, hammadan ajralib turadigan, juda kuchli temp bilan olib boradigan повествование, ya'ni voqeani juda kuchli temp bilan aytib berishi va albatta eng kuchli pochirklardan biri bu har xil vaqtni bir xil tempda olib bizga hikoya sifatida aytib berishi. Ya'ni bo'lib o'tgan voqea, misol uchun asosiy bo'layotgan voqea, shu voqea bilan birgalikda parallel ketayotgan voqelikni ham birgalikda bitta liniya qilib bizga chiroyli qilib ko'rsatib berishi. Bu narsa juda ham qiyin. Shuning uchun uni kinolarini ko'rgan insonlar boshida sal misol uchun charchab qolishadi, sal tushunmasligi mumkin, lekin vaqt o'tgan sayin bu kinoni izlanib, ko'rib, qayta-qayta ko'rganidan keyin, tushunganidan keyin haqiqatan ham shedevrligini tushunib yetamiz. Va shu yerda to'xtalib o'tish kerak. Albatta, Kristofer Nolanning ushbu kuchli pochirkida har doim kamchilik bo'ladi va Odysseyda bu narsa juda kuchli bilinib qolgan men uchun. Endi misol uchun men sizga hozir bu narsani aytib beraman va izohlarda aytasiz. Agar fikrim bilan qo'shilsangiz izohlarda yozib qoldiring yokida boshqacha fikrda bo'lsangiz uni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, aynan shunaqangi hikoyachi sifatida aytib berishi, ya'ni kuchli temp bilan, ya'ni dinamika bilan aytib berishida juda kuchli nedoskazanность, ya'ni oxirigacha aytib bermaslik, shoshqaloqlik anaqasi bilinib qoladi. Shunday sahnalardan biri bu polifem, ya'ni bir ko'zli dev g'oridagi voqea. Umuman olganda sahna juda chiroyli va epik tushirilgan, gap bo'lishi mumkin emas, ammo unda hissiy taranglik yetishmaganday nazarimda. Polifemning nega qahramonlarni darhol o'ldirmagani yoki yeb qo'ymagani yetarlicha tushuntirilmagan. Agar asl hikoyada ularni keyinroq birma-bir yeyishni rejalashtirilgan bo'lsa, buni hech
hech bo'lmaganda qisqacha ko'rsatish yoki ishora qilish kerak edi. Shunda uning harakatlari tomoshabinga ancha tushunarli bo'lardi. Shuningdek, qahramonlarning qo'rquvi, umidsizligi va keskin vaziyatni ko'rsatadigan kadrlar yetishmagan. Ularning his-tuyg'ulari, vaziyatga munosabati va keyingi rejalari ham ko'proq ochib berilishi kerak edi menimcha. Voqealar juda tez rivojlangani sababli tomoshabin bu vaziyatning naqadar dahshatli ekanini to'liq his qila olmagan. Bu albatta meni fikrim. Agar sizda qo'shimcha fikr bo'lsa, bemalol izohlarda yozib ketishingiz mumkin. Yana bir sahnaga keladigan bo'lsak, bu listrigonlar bilan bo'lgan sahna. Listrigonlar bu ulkan jangchilar. Bu yerda vizual, kompozitsiya, yorug'lik va atmosfera a'lo darajada qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu masalada hech qanaqangi savol yo'q. Ammo janglarda kuchli xoreografiya, hissiyot va shafqatsizlik biroz yetishmaganda nazarimda. Bu Kristofer Nolan uslubiga xos bo'lsa-da, aynan shu sahnada ko'proq dinamika ko'rishni xohlagan bo'lardim albatta. Yana bir bor aytaman, albatta operator va vizual bu yerda a'lo darajada bajarilgan. Man uchun eng muhim sahnalardan biriga keladigan bo'lsak, bu Aid podshohligidagi sahna. Menimcha tushuntirib o'tirishim shart emas, bu qanaqa qirollik, ya'ni bu qanaqa podshohlik. Chuqurlashib o'tirmaymiz. Filmdagi mutlaq favorit men uchun vizual, dramaturgiya va deyarli she'riy atmosfera uni eng kuchli epizodlardan biriga aylantirgan. Bu yerda o'sha juda qattiq kritikaga uchragan, juda qattiq muhokamalarga uchragan, ko'pchilik albatta qaysidir ma'noda haqoratlagan kast, ya'ni Elliot Page, o'sha hatto hammamiz biladigan qo'shtirnoqchadagi Optimus Prime ga aylangan aktyor, aktrisa Elliot Page rolini a'lo darajada bajargan. Bu yerda siz hattoki esingizdan ham chiqarib yuborasiz. Kim u bo'lgan va qanaqa tarixga ega Nolan tanlovini to'liq oqlagan. Va undan tashqari albatta hamma hozir juda ko'p anaqa hazillarga uchratayotgan, har xil o'sha videolarimda ko'rgan bo'lsangiz, har xil obrazlarda chiqarayotgan bu Agamemnon, Batman yoki o'sha Darth Vaderga o'xshatadigan dubulg'asi bilan esda qoladigandek qo'rqinchli va ulkan bosim hissini bergan aura deydi bizani o'sha anaqa zamonaviy tilda, va bu men uchun eng zo'r sahnalardan biri va bu sahna uchun men 10 dan 10 bergan bo'lardim. Xuddi shunaqangi kamchiligi bor sahnalardan biri yana bizda bu Silladan keyingi sahna, ya'ni Haribda o'sha afsonaviy maxluq vizual jihatdan juda sifatli suratga olingan. Operatorlik ishiga deyarli e'tiroz yo'q, kadrlar chiroyli va puxta ishlangan. Ammo shunga qaramay sahnada hissiyot va taranglik yetishmaydi. Xuddi polifilm sahnasiga kabi qahramonlarning qo'rquvi va hayajoni deyarli sezilmagan. Tomoshabinga maxluqning qanchalik xavfli ekani hissiyot orqali ko'rsatib bera olishmagan. Suspens yaratadigan operator yechimlar, aktyorlarning hissiyotlari va taranglikni kuchaytiradigan mizansenalar ko'proq bo'lishi kerak edi menimcha. Bunday sahnalarda Kristofer Nolanga CGI, ya'ni kompyuter grafikasidan biroz ko'proq foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardik. Ayniqsa maxluqning ko'rinishi, hujumlari va odamlarni yutayotgan lahzalarini yanada dahshatli va epikroq qilib ko'rsatish mumkin edi. Me'yorida va o'rinli ishlatilgan CGI bu sahnalarning ta'sirini sezilarli darajada oshiradi. Xo'p, bizda keyingi ro'yxatimizda kriteriy bu ssenariy bo'yicha. Ssenariyni bittada o'sha rejissyor bilan birgalikda ko'rib ketdik. Ssenariy bu yerda juda zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Men o'ylaymanki, ssenariyni bu yerda kamchiligi yo'q. Asosan bu Kristofer Nolanning o'zining o'sha ssenariyni aytib berishdagi bo'ladigan kamchiliklari katta ta'sir qilgan. Ssenariyni o'zi esa juda kuchli tuzilgan. Misol uchun juda ham qiyin, oddiy emas. Aytdim-ku, har bir vaqtning o'zida bo'lib o'tgan voqea, haqiqiy bo'layotgan voqea va shu bo'layotgan voqea bilan birgalikda qaysi boshqa joydagi bo'layotgan voqeani bir-biri bilan chiroyli qilib ulab, bizga oxirida hammasini bitta nuqtaga olib, haqiqiy o'sha kulminatsiya sahnasiga olib kelgan. Bu yerda gap bo'lishi mumkin emas. Ssenariy juda zo'r. Yana bitta momentga keladigan bo'lsak, bu vizual effektlar. Bu yerda qaysidir ma'noda juda zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. IMAX kameralariga olingan sifat darajasi juda kuchli. U yerda olingan har bir lokatsiya, o'sha aytaylik Norvegiya, Islandiya, har xil chiroyli lokatsiyalarda, Gretsiyani o'zi, o'sha Yunonistonda olingan kadrlar juda sifatli olingan, gap bo'lishi mumkin emas. O'sha jangari sahnalardagi haqiqiy spetsifikalar, jangari sahnalar hammasi juda zo'r ko'rsatilgan. Faqatgina menda doim Kristofer Nolanning o'sha haqiqiy realizm, giperrealizmga harakat qilishi bir xil joylarda bilinib qoladi. Menga eng yoqmaydigan joylardan biri bu albatta Troya jangida zo'r boshlangan, juda chiroyli ko'rsatilgan, ayniqsa o'sha kompozitor bilan birgalikda juda ham zo'r olib borgan, lekin shunaqa joylar borki, aytaylik o'sha Troyaning qal'alari, o'sha qaysi ma'noda qasri qulashli joylari bor, portlashli joylari bor. Shu yerda siz
Ana haqiqiy bu anaqani portlatishgan, haqiqatan anaqa haqiqiy spetsifik, lekin shu yerda man o'ylaymanki slow motion yetishmagan, qaysidir qo'shimcha effektlar yetishmagan. Men aytmayman, misol uchun haqiqiy tabiiy yo'l bilan bajarilgan effektlarga agar CGI ni qo'shsak buzib yuboradi. Bu yerda qanday qilib buni bajara olishligi, ya'ni agar ehtiyotkorlik bilan bu narsani qiladigan bo'lsa, men o'ylaymanki yanada kuchli qilib beradi. Shu yerda juda katta kamchiliklardan biri bilinib qolgan, men uchun unchalik yoqmagan. Ya'ni shunchalik darajada harakat qilishgan, haqiqiy qasrni qurishgan, uni haqiqatan portlatishgan, lekin buni slow motion bilan sekinlashtirib, masalan, aytaylik 240 kadr sekundiga olib, buni keyin sekinlashtirib, ozgina effektlar qo'shib ko'rsatganida haqiqiy shedevr bo'ladi. Faqatgina shu joylarida juda kuchli bo'lingan. Ya'ni qaysidir ma'noda sekinlashtirilgan slow motion kadrlar yetishmaydi. Bu eng kuchli kritika menda shu. Kim nima desa ham men uchun Kristofer Nolan hozirgi zamon kinosining eng kuchli rejissyori bo'lib qoladi. Chunki u butun syomka jarayonini o'zi nazorat qiladi va studiya yoki prodyuserlar unga ta'sir yoki bosim o'tkaza olishmaydi. Eng qizig'i, u shuncha katta budjet bilan ham haqiqiy avtorlik kinosini suratga olib, biron marta ham pravalga uchramagan yoki kuchsiz filmi yo'q. Eng katta hurmatim esa uning praktik effektlaridan foydalanishi. Masalan, Troya ot sahnasida aktyorlarni IMAX kamerasi bilan birgalikda haqiqiy otning ichiga joylashtirgan. Ayt sahnalarida aktyorlarni yer ostiga ko'mgan. Real atmosfera yaratish uchun. Lestrigonlar uchun esa 2 metrlik aktyorlarni tanlab, ularning yoniga past bo'yli aktyorlarni qo'ygan. Shuning uchun ularning gigantdek ko'rinishi kompyutersiz ham juda tabiiy chiqqan. Hatto kemalar ham haqiqiy dengizda suzgan. Shuning uchun Nolan filmlarini tomosha qilganingda hammasi haqiqiydek tuyuladi. Menimcha aynan shu yondashuvi va uni nafaqat eng kuchli rejissyorlardan biri, balkim hozirgi kino sanoatining haqiqiy fenomeniga aylantiradi. Aktyorlar o'yiniga keladigan bo'lsak, men bu yerda 10 dan 6 baho bergan bo'lardim. Umuman olganda yaxshi aktyorlar o'z vazifasini bajargan, lekin alohida ajralib turadigan ijro menimcha yo'q. Matt Damon Odyssey rolida juda ishonarli o'ynagan, ayniqsa sirenalar sahnasida kuchli ijro etgan. Menga shu sahna negadir Interstellardagi o'sha Matthew McConaughey o'ynagan ko'p rolida yig'lagan sahnasi, o'sha kulda u yig'lagan sahnasini eslatib bordi. Eng ko'p esa menga yoqqan rollardan bu albatta juda qiziqarli tuyulishi mumkin. Bu Ben Safdie'ning roli, ya'ni Agamemnon. Hatto ortiqcha so'zlarsiz ham o'z xarizmasi ekrandagi ishtiroki bilan ancha esda qolgan. Eng qiziq joyi shundaki, film chiqishidan oldin eng ko'p tanqid qilingan aktrisalardan biri bu Yelena Troyanskaya rolidagi Lupita Nyong'o va Elliot Page aksincha juda yaxshi rol o'ynab berishgan. Epizoditskiy rolda chiqishgan bo'lsa ham, boshqa aktyorlarga nisbatan eng qiziq joyi juda ham kuchli o'ynashgan. Kompozitorlik mahorati hamda sound dizaynga keladigan bo'lsak, keling bu yerda menimcha hech qanaqa gap so'zsiz, shunchaki ozgina o'sha soundtracklardan fragment eshitib ko'ramiz va o'zingiz baho berishingiz mumkin obyektivni. Xo'p, o'rtoqlar, videoni yakunlaydigan bo'lsak, yana bir ikkita joyini aytib o'tmoqchiman. Mana ko'pchilik ikkita kinoni bir-birini solishtirishyapti. Kristofer Nolanning Odysseyasini eski Troya kinosi bilan solishtirishgan. Bu yerda sразу aytish kerak, o'rtoqlar, ikkalasi umuman boshqa kino, boshqa voqea, ikkalasining janri ham ikki xil. Kristofer Nolan o'zini alohida pocherki bor, ya'ni uslubi bor, boshqa rejissyorlardan tubdan farq qiladi. Shuning uchun bir-biri bilan solishtirish umuman noto'g'ri hisoblanadi. Bu yerda voqea ham boshqa, chunki mana Troya kinosidagi voqea bu Troya jangini ko'rsatib bergan bo'lsa, ko'proq jangovar film bo'ladigan bo'lsa, Kristofer Nolan esa Odysseyani Troya jangidan keyingi bo'ladigan sarguzasht haqida, ko'proq fantasy bilan epos, ya'ni misol uchun o'sha vaqtdagi etnitskiy voqeani ko'rsatib bergan. Kristofer Nolan ko'proq psixologik thrillerga e'tibor berdi. Troya jangi esa sezgan bo'lsanglar o'zi jangari film. Shuning uchun buni ikkalasini solishtirib bo'lmaydi o'rtoqlar, umuman boshqa kino. Shuning uchun maslahatim, agar fikringizni o'zgartira olgan bo'lsam, agar kinoni hali ko'rmagan bo'lsangiz, maslahatim albatta IMAX kinoteatriga tushib mazza qilib tomosha qiling. Va kinoni ko'rib yana bir bor kelsangiz, albatta videoni yana izohlarda muhokama qilsak bo'ladi. Keyingi video obzorlarda ko'rishamiz o'rtoqlar, charchamanglar, omadinglarni bersin.